Istanbulda Loto guli deya tanilgan jinoyat olami mansubi Nodir Salifovning jiyani hayotiga suiqasdda o'zbek mafiyasi gumonlanmoqda. Salom qadrli muxlislar, Eltoz kundalik ko'rsatuvlarini davom ettiradi. Kecha 20-sentyabr kuni soat 22:30 atrofida Istanbul shahri Beylikduzi tumani Qovoqli mahallasida Vor v zakoni Loto gulining jiyani Magomed Qurbonov hayotiga suiqasd uyushtirildi. Magomed Qurbonovni eltayotgan yengil avtomobilga 19 dona o'q uzilgan. O'q izlaridan ilma-teshik bo'lgan avtomobil yo'l o'rtasida joylashgan yo'l belgisi ustuniga borib urilgan va to'xtagan. Hujumchilar mashinadan oldinga o'tib, to'xtab, bir muddat uzoqdan mashinadagi odamlarga qarata o'q uzishni davom ettirishgan. Shundan so'ng hujumchilar voqea joyini tark etganlar. Hujum natijasida transport vositasida bo'lgan nafaqadagi politsiya xodimi Yilmaz Damir o'ldirilgan. Loto gulining jiyani Magomed Qurbonov, Nehmet Asirman va Isrofil Orushovlar yaralangan. Avtomobil bugun ertalab Istanbul g'arbidagi Beylikduzi tumanida tashlab ketilgan holda topildi. Avtomobil ichidan 2 to'pponcha va yana 2 suiqasd quroli chiqqan. Qurolli hujum ortidan Istanbul politsiyasi tezkor qidiruv va keng ko'lamli surishtiruv amaliyoti boshlagan. Politsiya hujumni O'zbekistondan kelgan jinoiy guruh a'zolari amalga oshirgan bo'lishi ehtimolini ko'rib chiqmoqda. Mashina politsiya avtoturargohiga olib ketilgan, hujumchilarni qo'lga olish amaliyoti davom etmoqda. Loto guli laqabli Nodir Salifov 2020-yil 19-avgustda Antaliyada otib o'ldirilgan. Mazkur suiqasddan ko'p o'tmay o'zbekistonlik avtoritet Ravshan Muhiddinov 7 soat davomida so'roq qilingan edi. Ravshan Zolotoy laqabli 35 yashar Ravshan Muhiddinov Turkiyadagi o'zbek mafiyasining boshlig'i deya ishoniladi. Postsovet hududlaridagi eng nomdor kriminal avtoritetlardan biri sifatida tanilgan Loto guli 2017-yilda qotillik, qurol saqlash, narkotiklar savdosi va tovlamachilik ayblovlari bilan 22 yil qamoq jazosini o'tagani ortidan ozod etildi va otib ketilguniga qadar salkam 3 yil davomida Turkiyada yashadi. Eltoz O'zbekistondagi jinoyat olamiga oid voqea va hodisalarni o'rganishda davom etadi. Kanalimizga obuna bo'lishni, videolarimizga like bosishni unutmang.